Yoshlik. Bugun sizlar bilan yoshlikni eslaymiz. Birinchisi bu esdalik. Hamma buni eslasa kerak. Daftar biz uni savollar bilan to'ldirib chiqardik. Ismingiz nima? Yoshingiz nechida? U yoqda nakleyka yopishtirish kerak edi yoki rasm chizish kerak edi. Men juda ham ko'p xavotir olardim, chunki menda nakleykalar umuman yo'q edi. To'g'risini aytsam, ko'plarning esdaligi men uyimda qolib ketgan, chunki men ularga qaytarib bermaganman. Keyingisi bu xatlar. Telefon bo'lmagan paytlar hammamiz xat orqali yozishganmiz daftar orqasiga. Ko'pincha o'qituvchilar ko'rib qolardi bu narsani, ki ota-onani chaqirtirishardi. Sizda ham ishlatmaydigan texnikalar ko'payib ketdimi? Ayniqsa yoshlikda ishlatgan telefonlar. Uni tashib o'rganglar ham kelmaydi, foydasi bo'lsin deysizlar. Men juda ham zo'r ilova topdim. Bu ilovada menga yoqqan tarafi, siz e'lon bersangiz, telefon raqamingiz yoki telegramingiz hech kimga ko'rinmaydi. E'loningizni esa faqat sizga yaqin bo'lgan xaridorlar ko'ra oladi. Bu degani sizni yerni 3 chekasidan bezovta qilishmaydi telefon qilib. Undan tashqari e'lon qo'yish tekin ekan. 1 minutda osongina e'lon qo'ysangiz bo'lar ekan. Ilovani Mango profilidagi link orqali Play Store yoki App Store dan yuklab olsanglar bo'ladi. Undan tashqari kartochkalar. Eslidan ishani yoki karasevda chiqqan payti Konstovardan juda ham ko'p ishlarga bog'liq kartochkalar sotishardi. Men hammasini kolleksiya qilardim. Uyga vaysman topshirmasligi uchun yoki savollarga javob bermasligi uchun biz har doim lattani yuvib kelishimiz, doska lattani. Agar sizlar ham shunaqa narsalarni eslagan bo'lsanglar, kommentariyaga yozinglar. Hammamiz eslaymiz. Hammaga xayr.